To'g'ri reanimatsiyaga tushdimi? Gipoksiya demadim. Bilmayman, xullas anaqada faqat mana shu azon, kleksanoloti, etvartin aytganingizda faqat qoldirmasdan o'shani olaverganda, bir hafta, 2 hafta o'rtada перерыв qilamiz, yana olamiz. Mana shunaqa qilib. Vesi tushib ketyapti-da. Keyin vesi tushib ketdi. Bir suv kamayib ketdi-da. Keyin 2 kilo 8 qolsak biz anaqamiz dedingiz shunda. Necha kilo tug'ilding? Ровно 3 kilo. Молодец, zo'r, gap yo'q. Hozir ko'ramiz boshlanib, xavotir olmang. Mana shuna 3D ni anaqa jo'natib yuboring. 3D qilgan edik. Kechki smen уже boshlandi. Boshdan qilib ketishimiz Xursandman. Adasining kopiyasi bo'pti. Yashasin. Anaqani ham, akamni ham sizga jo'natib yaxshi xursand qilsiz, 2 ta qizdan keyin o'g'ilni. Xursand bo'ptilarmi? Juda ham yaxshi. Siz 2 ta qizga xafa bo'lmaysizlarmi?